Oxirigacha kirganda nafasim bo'g'zimga tiqildi. Bunaqa qalin va uzunini tasavvur ham qilmagandim. Shu payt Assalomu alaykum meni 5 ga 1 ni sevuvchi ashaddiy muxlislarim. Meni sog'inib qolmadingizmi? Men yana qaytdim. Ilonni boshini ushlang va boshladik. Bundan keyin o'ziga o'sha ishonch ketib qolgan yaxshi holat turgan holatlarda ham faqat o'stirishga o'sha bu bilan elektr olinib, misol uchun keyin qon tomirdan o'sha venadan qon ketib qolgani uchun ular aloq qilolmaydi-ku ko'pida. Darzani venalarni protekaniyasin deb aytamiz. Shunday holat bo'lsa, shu vaqtda ro'za olamiz, keyin uni orqasiga nima kiygizib, mana kolba kiygizib, mana buni ustiga kiygizib olamiz, qo'ldan ustiga kiygizib olamiz. Bu keyin mana ochilib turgan bo'ladi. Pastga tushirib, olat ustiga kiygizib, tagiga tushirib qo'ysak, olat turgan holatida ushlab qoladi. Qisib tagidan. Keyin bemalol aloq qilish mumkin bo'ladi. Tug'ilgandan keyin buni olib tashlasa, yana olat o'sha tuminitsa holatdan chiqib ketadi. Bu kimga kerak, qanaqaligi kerak? Qanday kasalliklar bor? Qon tomir kasalliklari bilan organik prosessi buzilgan, impotensiya bo'lgan odamlar bor, yoki o'sha olati kichkina deb o'ylaydigan odamlar bor. Bularning hammasiga o'sha davo sifatida berilgan. Ya'ni o'sha sekspatologiyada bilasizmi? Juda ko'p olimlarning kitoblari bor, boshqalari bor va ularning hammasini fikrini jamlashgan narsa mana shu lokal manfiy bosim bilan davolash metodi pompa bilan qabul qilingan. Butun dunyoda eng aktual, eng yaxshi metod hisoblanadi, eng yaxshi effekt bergan metod hisoblanadi. Tezda ko'zlagan niyatga yetish mumkin. Agar shunaqa apparatni olinadigan bo'lsa, uyda holatida, sharoitida, bu har bitta apparat uchun albatta disklar bor. Bu disklarni qo'yib yana instruktorni yaxshilab o'rganib chiqish mumkin. Bu nimada ekranda ko'rsatishi nomaqbul narsa bo'lgani uchun, ya'ni jinsiy organlarni ko'rinishi bilan bog'liq bo'lgani uchun biz diskga instruktorni bosib ko'rsatayotganimizda, ya'ni kerakli odamlar buni olib foydalanishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bu lokal manfiy bosim bilan holatni o'stirib olish. Qishloq har tong bir xil uy yonardi. Xo'roz qichqirigi, tandir tutuni, nam yerning hidi va uzoqdan eshitiladigan itlarning hurishi. Ammo o'sha tong boshqacha edi. Chunki o'sha kuni bu qishloqqa yangi kelin kelgan edi. Darvoza oldida to'xtagan mashina, tushirilgan sandiqlar, kelinning boshi uzra yopilgan oq ro'mol, bularning bari qishloq hayotiga yangi sahifa ochayotganini bildirib turardi. Mahalla chekkasidagi eski, ammo fayzli hovliga kelin tushdi. Oqartirilgan devorlar, tut va orik daraxtlari soyasida jim yotgan bu hovli o'sha kundan boshlab boshqa nafas ola boshladi. Go'yo bu uy nafaqat kelinni, balki uning yuragida yashiringan sirlarni ham bagriga olgandek edi. Yangi kelinning ismi Zaynab. U shaharda ulgaygan, shovqinli ko'chalarda yurib odamlarning ko'ziga tik qarashni o'rgangan, ammo hech qachon yuragini hech kimga to'liq ochmagan qiz edi. U turmushga chiqayotganida muhabbatni emas, tinchlikni tanlaganini o'zi ham bilardi. Ammo tinchlik ham ba'zan yurakni ezishini u hali bilmasdi. Erining ismi Rustam. Rustam mehnatkash, jismonan kuchli, lekin hislarini ifodalashni bilmaydigan erkak edi. U muhabbatni so'z bilan emas, majburiyat bilan ko'rsatardi. Zaynab dastlab buni erkaklik deb o'yladi. Ammo kechalar bir to'shakda yotib ham yolg'izlikni his qilish qanchalik og'ir ekanini tezda tushundi. Qo'shni hovlida esa yolg'iz bir yigit yashardi. Uning ismi Anvar. Qishloqda uni sokin, kamgap deb bilishardi. Ammo bu sokinlik ichida yovvoyi ehtiros, yillar davomida aytilmagan orzular yashar edi. Anvar kechalari deraza yonida o'tirib, sigaret tutuniga xayollarini qo'shib osmonga qarardi. Zaynab Anvarni birinchi marta kelin bo'lib tushganidan keyingi kuni ko'rdi. U hovlida supurib yurganida devor ortidan ovoz eshitildi. Assalomu alaykum kelin opa. Zaynab boshini ko'tardi. Devor ustidan egilib turgan yigitning nigohi galati edi. U ochiqchasiga qarardi, yashirmasdi. Va alaykum assalom dedi Zaynab. Oddiy so'zlar edi, ammo yurak shiddat bilan urib ketdi. Kunlar o'ta boshladi. Zaynab qishloq hayotiga moslashdi, ammo bu moslashuv ichki qarshilik bilan kechardi. Rustam tong sahardan chiqib ketar, kechga yaqin qaytar, ba'zan esa umuman kelmasdi. Zaynab hovlida yolg'iz qolar, fikrlari esa qo'shni devordan oshib ketardi. Anvar bilan uchrashuvlar ko'paydi. Quduq boshida, ariq yoqasida, do'kon yo'lida. Suhbatlar oddiy gaplardan boshlanar, ammo tezda yurakka tegadigan savollarga o'tardi. Baxtlimisan? So'radi Anvar bir kuni. Bu savol Zaynabni dovdiratdi. Bilmayman, dedi u rostini aytib. Eng xavfli javob shu, dedi Anvar sekin. Zaynab kechalari uxlay olmay qoldi. Rustam yonida jim yotar, tanalari yaqin, ruhlari esa uzoq edi. Zaynab esa ichida yonardi. U o'zini ayblardi, ammo ehtirosni bo'ga olmasdi. Anvarning ovozi, qarashi, hatto jimligi ham uni o'ziga tortardi. Bir kuni yomg'ir yog'di. Qishloq loyga botdi. Rustam kechikdi. Zaynab uyda yolg'iz edi. Chiroq birdan ochib qoldi. Yuragi tez ura boshladi. Darvoza taqilladi. "Menman Anvar."
U hovliga kirganida havo o'zgardi. Nafaslar yaqinlashdi. Yuraklar portlay dedi. Sizni xohlayapman, dedi Anvar titrab. Zaynab ko'zlarini yumdi. Bir lahza tanasi bo'ysunmoqchi bo'ldi. Ammo u orqaga chekindi. Yo'q, dedi u, agar hozir bo'lsa men o'zimni yo'qotaman. Bu rad etish Anvarni ham, Zaynabni ham larzaga soldi. Shu kundan keyin ular ehtiyotkor bo'lishga harakat qilishdi. Ammo ehtiros ehtiyotkorlikni yoqtirmasdi. Har bir qarash, har bir tasodif ichki boronni kuchaytirardi. Qishloqda gap-so'zlar chiqdi. Kimdir ko'rdi, kimdir sezdi. Rustam esa hammasini bilib turgandek jim yurdi. Bu jimlik Zaynabni yanada qiynardi. Bir kuni Rustam so'radi: "Sen baxtlimisan?" Zaynab yiglab yubordi: "Bilmayman." Rustam uzoq jim qoldi. "Men seni majburlab ushlab turmayman", dedi u nihoyat. Bu so'zlar Zaynabning yuragini tilib o'tdi. Anvar ketishga qaror qildi. "Agar ketsam, sen tinchlanasan", dedi u. "Yo'q", dedi Zaynab. "Men bo'shab qolaman." Oxirgi kecha oy nurida ariq bo'yida uchrashishdi. "Haqiqatni bilishing kerak", dedi Anvar. U cho'ntagidan eski surat chiqardi. 2 bola, 1 yuz, 1 qon. "Biz aka-ukamiz", dedi Anvar. "Rustam bilan, bir otadan, 2 onadan." Zaynabning ichida hamma narsa qulab tushdi. Rustamning jimligi, Anvarning azobi, hammasi ma'no kasb etdi. "U biladimi?" dedi Zaynab. "Biladi va seni sevib sukutni tanladi." Ertasi kuni Anvar ketdi. Rustam esa uni sukut bilan kuzatdi. Zaynab nihoyat jumboqni tushundi. Bu ehtiros emas edi. Bu sinf edi. Asl sevgi esa bilib turib voz kechish, jim turib sevish ekan. Shu yerda jumboq ochildi.